Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Meni yo'g'ib ketdi dedinglarmi? Xudoga shukr, men metkinishga qildim. Uni endi отдельно video qilib chiqaraman. Metkinishkamni oldim. Hozir sizlar bilan bozorga boramiz. Sentralniy ringga borib, bu yerdagi narsalarni ko'rsataman. Rossiya Kalingraddaman, bilmaganlarga. Nimaga Sentralniy ringga borsam, hammasi o'zbeklar, ruskiylar, bitta-ikkita prodaveslar bor. Qolgan hamma o'zbek. O'zbek bosib ketgan Kaliningrad. Sizlarga ketayotgan yo'llarimni ko'rsatib ketay. Sizlar bilan gaplashib. 2-3 video qo'ydim YouTube'ga. Yozishibdi kommentariyaga. Meni taniganmi, tanimaganlarni bilmayman. Videoda to'liq ko'rsatmabsiz. Qilgan narsangizni kurasan qiluvdim. Kurasanda to'liq ko'rsatmabsiz. Mana qilibsiz, mana qilibsiz deb kamchiligimni yozishibdi. To'g'ri, kamchiligimiz bor. Zo'r bloger emasman. Endi o'rganyapman. Hammayam sekin-sekin o'rganib qilgan shu zo'r blogerlar ham, boshqalar ham. Endi men qiziqib, juda qiziqdim. Shu Rossiyada Kaliningrad shahrida yuribman oydan bilan. Просто так o'zim yaqinlarimga bo'lishkim keldi. Ko'rsatib boray dedim. Bugun menga выходной, dam oldim. Uyda ishlarimni qildim. Biz o'zbek ayollar dam olsak ham dam olmaymiz. Kir yuvamiz, ovqat qilamiz, uy yig'ishtiramiz. Mashina singari ko'chada mana ishlarimiz bitkazamiz. Hozir Sentralniy ringga borib, bu yerdagi narx-navolar bilan sizlarga ko'rsataman. Ring oldida turibman, mana shu binoning orqasi Sentralniy ring bo'ladi. Kaliningradga katta shahar emas. Boshqa Moskva, Peterlarga o'xshagan. Ostanovkasi. Trolleybuslar kelib odam olyapti, to'xtab. Svetoforga qarab hozir yuramiz. Kiryapman. Men sizlarga aytsam, blogerlik ham oson kasb emas ekan. Hamma yerda rasmlarga olib, videolarga olib yurish kerak. Asosiy joyi shu kirish darvozasi. Sentralniy ring, mana klubnikalar sotan bu yerda. Bari домашний. Uyda yetishtirganlar shu yerlarda sotishadi. Bu yog'i bo'ldi. Pistalardan mevalar. Hamma bor. Mana keldik klubiniki. Haliga nimangizdan yo'qmi? Mandarin. O, sizniki emasmi? O'tgan safar berdingiz-ku? Вообще zo'r ekan. Voy, to'g'ri aytgan ekansiz. Вообще shirn ekan, zo'r ekan, Hech o'sha yoqqa shu paytgacha shunday yeb ko'rmagan ekanmiz. Здравствуйте. Chereshniklar bor ekan, 700 so'm. 700 so'm O'zbekiston pulga 1000 so'mingiz 150 ming bo'ladi. 150 ming 1000 so'mdan ayirib olamiz, 300 so'm 45. 100 ming ekan. Klubnikalar 250 so'm. Nimasi? Yarim kilosi 250 so'm. 250 so'mimiz. 15-30
37 ming yarim kilosi. 1 kilosi 500 so'm bo'lsa 75 ming bo'ladi. 1 kilosi. Olmalar. Uzumlar, slivalar. Olmalar 150 so'm. Ha, 20-22 ming. Klubniki shirinmi, qanaqa? Bu yaxshi. Mazali? Mazali bo'lsa berasiz, olaman. 180 ming galovlikdan. Ham yaxshi, ham mazasi. Bon. Benim bitta qilaman. Bittasi ko'pmikin, joyi yo'q. Bu to'y uylarda 700 so'mida 500 so'm qo'yib O'zi qizil-qizillarni terib bermadingiz, topa shirin-shirin. Nima uchun kelamiz? Necha yildan beri sizga kelamiz? 700 so'm bo'pti, 650 bering bo'ladi. Anaqada orzu o'tgan safar endi oz qoluvdi, Shuncha berib yuborib. Mana 150-125 gram qolaversa 700 bering bo'ladi mana. O'shani ham 40 so'm sizga 40 so'm nima? Bu uningiz qanaqa? Shirinmi qanaqa? Yeb ko'ring, mana shuni yeb ko'ring. Burasi shirin. Nimaniki? Opamdan bitta yeb ko'ring. Keling mayli. Gaplashamiz opa, rahmat. Salomat hamma. Rahmat ular. Yo'q, rosa shirin emas-ku. Hozirgi eng shirin tikma shularda. O'tgan safar ko'chadan oluvdim, plazani oldidan. Вообще shunaqa klubni topolmayapman. Rosa shirin. Yo'q, kecha oldim bundan. Mandarin oldim. Uzumlar 200 so'm, reziskalar 100 so'm, ko'katlar bittasi 50 so'm. Ming so'm ekan, 150 ming cherishni 1 kilosi. Çiziklik. Tavuklarım. Saat neçədir? Bunu kim oxu? Ben şimdiler fiyatlarını anlatmak. Selin kapılmadı. Yaparsın. Magazin yaparım. Görürsün. Mana pista olanlar, hamma yaxshi. Yaxshimi sukat yuzingiz, sog'lig'ingiz yaxshi? Qog'ozlar. Bu tomondan yuraymi? Bu yoqda go'shtlar bor. Kartoshka, piyozlar. Mana gullar ham sotyapti. Yedisi kartoshka, piyoz, sabzi. Bu yoqda kiyim-kechaklar ham bor. Qog'ozlar. Bu yerda endi kolbasalar. Hammasida bularda svininasi bor. Bu yerda sotadi. Halol. Chechenlar sotadi. Hamma yo'q halol. Mashina hamma yo'q halol. Narsalar. Shu yerdan olamiz. Sasikalar hamma yo'q. Hamma yo'g'iga halol deyapti. Biz keyin bu yo'ldan chiqib ketamiz. Mandarin oldim xolos. Tepada magazin bor. Express deb. Shu yerga olib kiraman sizlarni.
ovozini eshitilyaptimi yo'qmi bilmadim. Sekin sekin gapiryapman, hamma eshitolmasin. Endi men bilasizlar bloger emasman, mikrofonlarim yo'q, qo'limda ko'tarib yuradigan anaqalarim yo'q. Men xo'jayinimga aytdim, berslar keyinchroq videoga chiqaraman. Ungacha shunday qilib olib turib Express magazinga kiramiz. Express magazin ikkinchi etajda. Bu narsalarni qo'ysam. Qo'ygan mandalinlar, dokumentlarim. Закроем. Magalar. Bunaqa ekan. Sprey bo'ldi. 100 so'm 15 mingga. Kraskalar. Kim kraska bo'yasa 118 so'm. 15 mingdan oshiq. Shampunlar bor ekan. Maskalar, maskalar. Sochli maskasi. Bular 200 so'm ekan, 30 ming. Kolponlar. Gildalar duş ekan. Roza. Burada daftar uçuyorlar. Duruyor. Kolye tabanan 209 so'm. Zubni pasta. Zubni shotga ham olishimiz kerak. Oy, yomon ketdi. Yangilashim kerak. Cho'ramiz zubni shot. Linalar bor. Masin. Shunga hozir ko'ramiz nimalar bor. Qisqarib bor ekan. Скоропливый активный похудение. Shunda olaman. 139 so'm ekan. Bunaqa narsalar. Ferigar. Kiraga. Buni ham tugadi. Lavanda. Antishirlar. Bunda. Lezzatli bakteriya. Bu yerda mana bunaqa o'yinchoqlar, timsohlarning o'yinchoqlari, bollarning o'yinchoqlari, sodalar 70-60 mingcha bo'ladimi? Bu yerga borib aniq pulni hisoblab beraman. 1,5 kilolik Ariellar 300 so'm ekan. 45 ming. 45 ming so'm. Какой-то принесем. Bu yerda bunaqa o'yinchoq shunaqa mayda-chuyda narsa. Yaxshilar ham bor.
Güzel efendim. Güzel abi. Şampan maydachudalar. Bunaqa narsalar kerak emas. Fayni massajli narsalar, zakuvkalar. Zakuvka borkan 118 so'm. Shu soch qilib turar ekan ko'pgina. Zakuvkadan so'ng qarasam ekan. Ro'zavista. Yerda endi idish tovoq, qaymoq, noskinlar, tarelkalar, bokallar, shishchalar chiroyli. Bir donasi 300. Shunga qimmat stakanlar. Chaynaklar. Maydachudalar, tepadan maydachuda narsalar. Shivabra. Yaxshimas ekan, men shivabradan oldim. Bu yerda уже yurgan narsalar, maydachuda. Chemilar, kontlar, holvalar. Kontlar. 138 grammi 150 so'm. 17 ming 8 ming bo'ladi va 20 mingdan oshadi. 150 so'm. Tegishli 175 so'm. Maydasi 150 so'm. Sirkali 83 so'm. Marmelat degan. Makaron, hepsi pincha uzalar. Maydachudalar. Ложка, вилка. Бокал. Бокалlar. Tahta. Mushnikin zo'r ekan shu tahta. Burada stikalar, bokallar. Mahdik. Şokoladlar. 15 ming so'm. Shular 15 ming ekan metrlar. Marslar 82 so'm. 15 mingdan kamroq. Bounty'lar 82 so'm. O'zbekiston puliga
Böyle olasılar. Nasılsın? Ne dinledin? Да, под номером 7909 775 0983. 778. Kartımda. Sonumuz 150 bin olsa 100 bin yapalım. Gittim. Gittim ben endi. Yani magazinga kirib, shuni orqasida ostanovkaga boraman. Sizlarga ko'rib ko'rsatib o'tib ketaman. Bu shu bozorimiz oldidagi mana O'zbeklarimiz bor. Katta magazin, Zefor degan magazin. Bu yerda bari yantarning narsalar. Juda chiroyli shaxmatlar, munchoqlar, tasbihlar, hammasi yantardan qilingan. Bu Kaliningrad haqiqiy yantarlar nuqasidan shahri. Yantar rosa ko'p. Yantarni anaqalarimiz bor. Bularni ko'rsataymi? Mana shu 9 ming ekan. 100 dollardan oshiq ekan bitta mana shu munchoq. Mashimonisi, voy bu pulini qaranglar, 73 ming. 1000 dollar ekan. Oo, 1000 dollarga arziydim bu. 1000 dollar ekan. Moddisi 31.500 so'm. 31 mingiz boring 150 ming bo'ladimi? 50 ming rubl. 33 ming. Bunlar 14 ming so'mdan ekan. Bu narxini qaranglar. Hozir men bu narxini ko'rib tushunib qolaman. 288 ming. 288 mingga kim olar ekan buni? 3 ming dollar ekan. Mana shu bitta munchoq dozi почти 3 ming dollar ekan. Mana 200 dollar ekan. Mana 100 dollardan oshiq ekan. Sizlarga taxminan aytib ketyapman. Hozir bizdan soatlarni qarang. Mayda chuyda nonjolardan qilingan yantarlar. Ulardan qassi tarelkalar qilingan. Shu mana Kaliningrad shahri. Svetlogorsklarimiz. Leningrad, Svetlogorsk degan joylar shu. Shkatulkalar bor ekan. Bu yantardan qilingan skroplar, nimalar. Hammasi yantardan qilingan. Mana shuni dilni krem. Mana yantardan qilingan krem. Uncha qimmat emas ekan, 300 so'm, 275 so'm. 45 mingga boradi O'zbekiston puliga. Mana pachilari 1000 so'm ekan. 150 ming ekan. Bereng sebelah. Madam dahsyat kiyim-kechaklar bor. Magazinlar, kiyim-kechak. Bu yerdan tillalar. Bu ham serebrodan qilingan yantarlar. Zoltalar bormikan ko'rsataman. Naturalniy baltiyskiy yantar deyapman. Yantardan qilingan uzuklar bor ekan. Senasini yozmabdi. Senasini aytaman sizlarga desam, senasini yozmabdi. Mana kolleksiya. Senasini yozib qo'ymaysizmi? Men sizlarga ko'rsatmayman senasini bularni.
chiqarib yuboribdi. Oldin siynasi yoziliq turar. Bular hammasi anaqa. Tillamasi bular. Serebrolar. 99 probali serebro. Ay, ketding. Yana bir boshqasilarni olib kelaman aylantirganim. Mashinani qarang. Mana hozir 74 bo'lyapti ekan kurs. 74imiz 7400 so'mga $100 keladi. 7400 so'mga $100 kelyapti ekan. Hozir anaqani ko'rdinglar, 74 ming, $1000 bo'ladi. 200 qancha degani bilasiz? $300. Noshoradi. Mana shu Zefort ichiga kirdimda. Hozir ko'rsatgan narsalar bozorda orqa tomoni. Hozir men Ostanovkaga borib uyga ketaman. Aldım. Geldim. Mayda yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh yomon narsalar hammanglar bilan yana videolarimda ko'rishamiz. Kommentariyada meni taniganlar yozinglar.